5-qism. Yo Jua. Meni kechir Jua. Direktor, buni hojat yo'q. Uzr so'ramang. Menga rahbariyat tomonidan qo'ng'iroq qilishdi. Menimcha, nimanidir noto'g'ri qildim. Bir necha kun dam olib turishing mumkin bo'ladi. Xavotirlanmang, hammasi joyida. Shundoq ham bir dunyo vazifalarim bor. Baribir ishga uncha vaqtim qolmayapti. Sizni ham bezovta qilib qo'ydim. Shuning uchun shunisi yaxshi. Nima bo'lyapti? Nima sizni haydashyaptimi? Qaysidir xaridorlar kompaniyaga ariza bilan chiqishibdi. Nima? Nimaga? Bilmasam, shunchaki Joaga shikoyat qoldirishibdi. Qanday bema'nilik? Joa dunyodagi eng yaxshi qiz-ku. Yigitlar, balki nimanidir noto'g'ri qilgandirman. Bir necha kun oldin. Xush kelibsiz. Sizga qanday yordam bera olaman? Xo'y, xola. Boshqa ishchilarga ko'z suzishni bas qiling. Gapingizga tushunmadim, lekin hali xola emasman. Biz ularga yopishib olganingizni ko'rdik. O'zingizni yoqimtoy ko'rsatish uchun labingizni o'rdakiga o'xshatasizmi? Biz hammasini ko'rdik. Men shunchaki ular bilan birga ishlayman. Keyin labimni o'rdaknikidek qilmayman. Ular o'zi shunaqa. Kulgimizni qisqartmang. Nima ular bilan ishlaganingiz uchun shundaymi? Ha? Yaxshi. Agar shunday bo'lar ekan, bu yerda boshqa ishlamaysiz. Nima? Qo'y. Ketdik. Buncha g'alati bo'lishmasa. Ularni aytishicha, bu yerdagi bir ishchimiz ichib olib, mahsulotlarni o'g'irlashni boshlabdi. Shunga o'xshagan bema'ni gaplar. Aslini olganda men ichmagandim. Ammo uyqum kelayotgandi. Borib uzr so'rab kelaman desam ham, rad javobini berishyapti. Rozilik berishmayapti. Bunaqa odamlar borligini bilmagandim. Bilasizlarmi? Ular qo'shningiz bo'lsa kerak. Agar bu yerda ishlayotganimni ko'rishsa, shikoyat qilib do'konni noqulay ahvolda qoldirishlari mumkin. Shuning uchun ketaman. Endi sizni bu yerda ko'rmaymanmi? Men bu yerga tez-tez kelib turaman. Unda xayrlashuv kechasini tashkil qilsak-chi? Ha, yo'q, nishonlaydigan narsa yo'q-ku. Yo'q, gaping to'g'ri. Menga bu yoqyapti. Birga ovqatlanamiz, yaxshi suhbat qilamiz. Jua, nima yeging kelyapti? Ha. Miyamga bir fikr keldi. Nima sen shuni yeging keldimi? Ha. Yalpiz va achchiq tovuq oyoqchalari eng sevimli narsalarim. Bu yerda uni juda zo'r tayyorlashadi. Ba'zida kelib turaman. Mazaliligini mana bu kichkina oyoqchalarga qara. Qani bitta tishlab ko'ray-chi? Yo'q xudo. Yoqimtoy bo'lsa nega ularni yeyapsan? Nega bunday ovqat yoqadi o'zi? Qo'ysang-chi, ular juda mazali. Siz ham keldingizmi? Jua chaqirdi. Ha, men taklif qildim. Biz butun umrlik yalpiz sevuvchilarimiz. Taklif qilsak ham kelishingni bilmagandim. Aytgancha achchiq narsani yomon ko'rasan-ku. Mana bu bilan yesam yaxshi bo'ladi. Yosh bolaga o'xshab o'zi bilan olib kelibdi. Achchiq narsani ham yeya olmaydi. Yosh bola o'zingsan. Opa, umuman olganda, achchiq narsani suv bilan ham, sut bilan ham yemayman. Achchiq narsani suv bilan ham, sut bilan ham yemayman. Men erkakman. Vau. Qalay ekan? Suv beringlar, suv beringlar. Hoy, bu meniki edi. Unchalik achchiq bo'lmasa kerak. Qani yeb ko'raman. Subin, yig'layapsanmi? Yo'q, terlab ketdim. Sen ko'zingdan terlaysanmi? Balki birga o'yin o'ynarmiz, a? Xo'p, mayli, men roziman. Hozir ko'z yosh to'kkan odam barmog'ini tushirsin. Hoy, shunchaki terladim.
Yo'lovchilar, barmog'ingizni tushiring. Jingalak soch barmoq tushir. Shevasi bor odam barmoq tushirsin. Mendan bo'yi pastlar barmoq tushirsin. Issiq kiyimdagi barmoq tushirsin. Soati borlar barmoq tushirsin. Bugun taqim kelganda o'zi ham. Nega barmoq tushirmayapsan? Aka. Bu soat emas. Apple Watch, you know? Bu ham soat. Barmog'ingni tushir. Opa, bu soat emas-ku. Bu kelajak, bu innovatsiya. Ezmalik qilmay barmog'ingni tushir. Menimcha hammada bittadan barmoq qoldi. Keyingisi kim? Agar bu yerda kimdir sizga yoqsa, barmoq tushiringlar. Shoshmang. Sizlar bilan Aydab guruhi bo'ldi. Ovoz berishda Anora va Ilhom ishtirok etdi. Do'kondagi muhabbat. 인사를 건네고 또 다시 시작되는 하루가 좀